va'daga muvofiq Paxtaobod tuman Qalqon fitness zaliga keldik. Trener ukamiz Mirjalol o'zimizni qisman shogird desiz ham bo'ladi. Biz o'zimiz maslahatlar ham berib turamiz. Yosh bo'lishiga qaramasdan Qalqon fitness zalida trenerlik faoliyatini olib boradi. Va'da berganmiz, hech qanaqa masalan faqat katta zallarga emas yoki katta trenerlarga emas. Kommentariyada kim ko'p ovoz bersa yoki qaysi zalga boringlar, ash zalga misol interes ko'proq bo'lsa, xoh tumanda bo'lsin, xoh shaharda bo'lsin, xoh katta zal bo'lsin, hozircha Andijon ichi любой joyda zalga boramiz. O'shaning uchun Paxtaobod tuman Qalqon fitness zaliga kelganmiz. Bugun Mirjalol ukamning qo'l ostida qo'l mashqlarini o'tkazamiz. Hozir o'zimizni topshiramiz va mashqlarni boshlaymiz. Kuzatib turinglar, qiziqarli savollar ukamning o'ziga ham, zal bo'yicha ham, sport bo'yicha ham va o'zimizga ham berilgan savollarga ham javob berib, ma'lumotlar ulashib boramiz. To'liq videoni YouTube'ga qo'yamiz, qisqa roliklarni Instagramga qo'yib boramiz. Hammanglarga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Ketdik bo'lmasa, aka? Ketdik bo'lmasa. Qisqa roliklar ketadi-da bu Instagramga ham. Hozir necha yoshdasiz? Hozir 21 yoshda. 21 yoshda. Necha yildan beri bu sportda ichib yurasiz? 2,5 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Trenerlikka qadam bosayotganingizgacha, masalan, mana 2,5 yil oldin sportga kelishingiz bilan baribir aniq bilaman, trener bo'lmagansiz, to'g'rimi? Trenerlikka уже o'tganingizga qancha bo'ldi masalan? Qancha vaqtdan beri shogirdlar, yoshlarga qo'lingizdan kelgancha imkoningiz qadar yordam berib 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil ichida staj qilgansiz, undan keyin trener faoliyatini olib borasiz. Trener faoliyat. Yaxshi. Katta. Qanday kirib kelgansiz bu sportga? Qiziqish yoki zal o'zinglarga bo'lgani uchun tirikchilikda qiziq bo'lgan. O'zimizniki emas-da. O'zim boshqa sportda yurardim. Sport kompleksida Samarada yurardim. Keyin besim yengillik qilib, semirgan o'tib, shu boya shu anaqada qoldik-da. Semirish maqsadida zalga kelgansiz. Semirish maqsadida zalga kelganmiz-da. Keyin yoqqa. Ha, yoqqa. Keyin dadam olib bergan zalni. Shu yerda yurgizyapmiz endi. Hozir o'zingiz yurgizasiz. Ha, o'zim yurgizaman. Boshlayapti-ga? Boshla. Ha, kichkina bolalarni, ha, Qarshida kelgan aka bor. Ha, boksyor bo'lgan. Aka trenerlik qilyapti kech paytda bolalarga 5 ta chiqishadi. Kichkina maktab 3-sinf 4-sinf bolalar. Yomon zo'r qilib qo'y, ha. Hurmatlarmi? Mana dalam olib bergandingiz-ku? Ha. Hayolingizdan hech o'tganmi? Boshqa biznes qilsam bo'lardi ekan shu narsa. O'tgan endi shu sohaga qiziqganmiz-a. Dadam olib berib. Shu vaqtgacha kelgan, shu vaqtgacha kelganingizga afsus qilasizmi? Yo'q, afsus. Nima ko'proq yoqadi sizga masalan? O'zingizga. Nima sabab qiladi odamlarga forma qilishga yordam berishingizmi yoki o'zingizga forma qilganingizmi? Nimani his qilasiz masalan? Nima zo'r tomon ushlab qolasiz? Endi bu yerda yuramiz. Ota-onalar keladi, o'g'lim sizga o'zingizga o'xshab semetriya ozg'in. Shularga yordam berib. Shularga Hech e'tibor bo'lganmi qizlarga? E'tibor bo'lgan. Men qo'ydi hozir, yosh katta odamga savol bermayman. Yoshingizga munosabat deb mana atrofda e'tiborda yurasiz masalan, Instagram, ijtimoiy tarmoqda, ko'cha-ko'yda yurasiz. Sizga shunaqa holat bo'lganmi shu mana? Forma qilasiz, formada yurasiz, yozda boshqa payt. Qaysi jihatda kimdandir ajralib turasiz. Ha. Siz sportsmeningizga formangizga qarab kompliment bo'lgan vaqtlar bo'lganmi? Ko'p bo'ladi. Bunaqasi hozir ham bo'lib turadi, ha. Ko'p bo'ladi endi. Trenirovkadamiz. Hayolni buzmaymiz. Forma qochar. Forma qochar. Hayol charqiydi. Maqsad yo'qoladi. Hazilomuz tarzda beryapman, qarshi qilmayman. Kelajakka bo'lgan maqsadlar chiqarishlar kerak. O'shaning uchun hech qachon maqsadimiz yo'lida har xil qo'zg'olonlarga qo'qilib qolish kerak emas. Maqsad aniq qilish kerak, qo'zg'olonlardan imkon qadar o'tish kerak. To'g'ri. Qo'qilib qolish kerak emas. Kelajakka rejalaringiz qanaqa? Qanday ko'rasiz kelajagingiz? Masalan, dansha shu sportda orqasidan ketishni rejalashtiryapsizmi yoki boshqa maqsadlaringiz, boshqa planlaringiz bormi? Bu sportdan ham ketamiz, xolos oxirigacha. Keyin boshqa hali
ishga kirmoqchimiz endi, davlat ishiga. Davlat ishiga. Ha, bu soha ham xudo xohlasa bo'ladi, sekin-sekin kelajakda. Zal sohasidan chiqasiz, lekin sportdan chiqmaysiz. Zal Sportdan chiqmaymiz, xudo xohlasa. Davlat ishiga ishiga niyat bor kirish, xudo xohlasa. lekin sport tashalimmi? Yo'q, sport tashalimmaydi. Oxirigacha xudo xohlasa. Tavsiyalaringizni bergan bo'lasiz. Masalan, mana 21 yosh o'zlari yoshsiz lekin hozirgi bolalar 14-15 yoshdan qiziqib boryapti. Qiziqib Nimaga boryapti. ahamiyat berishni xohlardingiz? Zalga chiqsin. Hop. Ko'chada hali hozirgi kunda buzilib ketyapti bolalar. Zalga chiqsin, trenirovkasini qilsin, o'qisin, ishlasin. Bo'sh vaqtda zalga chiqib o'ziga qarab yursa, yaxshi bo'ladi-da endi. Eng zo'r yutuq bu nima bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Zalga chiqsa. Zalda Zalga- oladigan eng zo'r odam uchun, o'g'il bola uchun yutuq nima deb o'ylaysiz? Zalga chiqqanda yutuq o'ziga bo'lgan ishonchda. O'ylaningiz. O'ylanadi. Erkak bo'ladi-da. Aytganda testosteron. O'ziga o'ylanmay bo'ladi-da, chiqqandan keyin zalga. O'ylanmay bo'ladi. To'g'ri. Albatta. Xoh katta bo'lsa, xoh kichkina, xoh masalan hozirgi bolalarda azart kamroq. Azart kam. Ayrimlarning hamada ham emas. Zal shu azartni oshiradi. O'shaning uchun zalga chiqqan odamni ham imkon qadar trenerlar aytadi-da, trenerlar, katta trenerlar shogirdlarini bosib tur deydi. Chunki zalga chiqib zo'r sport yurgan odamni azartda o'ziga bo'lgan ishonchi oshib ortib boradi. Tashqariga chiqqandan keyin zal ichidagi muhitni tashqariga olib chiqmaslik kerak. Masalan, zalga azartni chiqib olib boshqa bolaga sarflamaslik kerak. Boshqa nimadan alamini olish kerak emas. Faqat zalda qilsa, har qancha zal trenajyordan har qancha azartingizni, har qancha energiyangizni ko'taraveradi. Ko'chaga chiqqanda lekin imkon qadar disiplina, iroda kerak. 2,5 yil davomida zalda masalan o'zingiz shogirdlaringiz muammo qilgan vaqt bo'ladi. Masalan, men ham zalda yuzaman. O'zimizni shug'ullantiramiz, noldan olib chiqamiz. Testosteronni ko'tarilib, sal haybat kirgandan keyin o'zimizga tashagan shogirdlar ham bo'lganda, shunaqa holatlar bo'lgan. Masalan, yoshsizda siz, kattalar keladi, o'zi tengqurlar keladi. Kimni quvvatga to'ladi, kuchga to'ladi, bitta gap ochiq, bitta gap kam bo'lib qoladi. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Unaqa holatlar bo'ladi endi. Yoshda hali bu. Qana bo'lsangiz, qana yechib qilasiz shunaqa holatlarga. Keladi zalda bolalar. O'zimizda kurash xonalarimiz bor. Shu yerga kelib kurashaylik ustoz deydi. Hozir toifasida bo'lmasam sinashaylik deydi. Shu kelganda birga kirib, yengil-yengil kurashishlar. Keyin trenirovkaga chiqamiz, o'rgatamiz bolalarga. Kuchimizni to'g'ri yo'l bilan taqsimlaymiz. To'g'ri yo'l bilan taqsimlaymiz. Yaxshi yechim, masalan, unaqa urushib yurmaydi. O'zlariga tushuntiramiz. yaxshi ma'lumot bo'ldi. Masalan, men shaxsan men o'zimga unaqa holat o'tmagan ekan. Men faqat tushuntirardim bolalarga. Yoshlar o'zimga tashagan yoki o'zimga bironta yoshlar tergasam, o'zlariga tergasam, kimgadir yoqmasdan o'zimga do'ng'illasa, hech bu yo'lni tanlamagan ekanman. Hali do'ng'illab hali endi bolalar so'kasi bor trenirovkada. Unaqa payt hali qizishmaydi. Hali keladi endi shogirdlar bilan hazillashasiz. Meni ham kuchim ko'paydi, endi sizga o'xshab baquvvat bo'ldik. Keling, kurash ko'raylik, sinashib deydi, keyin hazil toifasi kurashamiz. Shunaqa bir hali qo'pol kelib turib so'kkanimda hali bunaqa qizishib ketilmagan. Menda bo'lgan, men faqat tushuntirish o'taman ekan. Shogirdlarga masalan, o'zingni bos. Agressiyaga berar, faqat tushuntiraman, to'g'ri tushunish